Mirahmedova Nozimaxon, 30 yillik tadbirkorman. Ximchistka sohasida 24 yillik tajribaga egaman. Kaskad ximchistkani asoschisi Adamlar Kaskad deb nom berganlar. Hali Toshkentda ximchistka rivojlanmagan paytida ishga qo'yganlar. Ximchistkani uskunalarini Adamlar o'zlari borib, yaxshi sifatlilarini tanlab Toshkentga olib kelganlar. Men oldin o'zi boshqa sohada ishlaganman, lekin qiziqishlarim orqali shu ximchistkaga kelib qolganman. To'g'risini aytsam, menga juda yoqib qolgan bu soha. Bu yoqda odamlarga xizmat ko'rsatish, odamlarni emotsiyalari, bizning ishimizning natijasidan xursand bo'lishligi o'ziga jalb qilgan. 20 yildan ko'p vaqt ishlayapman bu sohada. Kamida 50 mingta mamnun mijozlarga xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Bizda asosan sifat va mijozlarning roziligi, mamnunligiga katta e'tibor beramiz. Vaqt bu eng katta investitsiya bo'lib qoldi. Bizning maqsadimiz ayollarni ishini yengillashtirish, ayollar kir yuvishga kamroq vaqt ajratib, ko'proq farzand tarbiyasiga, oilaviy baxtga, ilm olishiga, rivojlanishiga vaqt ajratishini juda ham xohlaymiz.